Nurobod tumani Do'stlik qishlog'i aholisi ancha yillardan buyon suvsizlikdan qiynalishadi. Ular ancha uzoq masofadan suvlarni aravalarda, eshaklar, mana ketyapti aravada. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Suvga? Mana shu turishda ketyapsizmi? Ha. Har kuni mana shunday qatnaysizmi? Har kuniga shu. Bolalar maktabda. Boshqa ilojimiz yo'q, suv yo'q. Qancha uzoqlikka borasiz hozir? Mana shu issiqda, mana shunaqa og'ir yuk bilan qancha uzoqlikda yurasiz? Asfaltgacha boramizda. Erkak kishi yo'qmi? Erkaklar ishlasinmi, bizlarga suv tashishsinmi, qaysi birini qilsin? Bu olib kelgan suvlaringiz qancha vaqtga yetadi? Shu ishga yetadi, junjinga, kirga sotib olamiz, havuzlarga solib qo'yamiz. Ular 3-4 kun ishlatasizmi? Bir kun, 2 kun ishlatamiz-da. Ketdik unda birga boramiz suvga. Ketdik. Olayim bittasini. Yuringchi, ketdik. Ma'lum bo'lishicha, Nurobod tumanining tog'li hududida joylashgan 50 ga yaqin xo'jalik uchun hozirda suv yo'q. Biz ko'chib chiqqanimizga 10 yilcha bo'lib qoldi. Bizning uyimiz eng oxirga turadi. Bolam juda ham yosh. Suv olib kelgunimcha ko'p yig'lab qolgan payti bo'lgan. Kirga ham boshqaga ham suvni tashlaymiz, sotib ham olamiz. Yomg'ir suvlarini ham asraganimiz bo'lgan, lekin tez qurtlab ketadi. To'g'ri, sotib olishga nima qurbimiz yetmay, saqlagan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Demak, yomg'ir suvini ham ichishga majbur bo'lgansizlar. Ichamiz, iloji yo'q. Har doim ham borib kela olmaymiz suvga. Yosh bolam bor, 5 ta bolam bor meni. Opa bu shlyapalarini kiyib qayerga ketyapsiz? Suvga ketyapman. Uyda mendan burib suv olib kelgan yo'q. Qizlarim o'qishda. Biz shunaqa qilib yashaymiz shu yerda. Ko'chganimga men 16 yil, 17 yil bo'lyapti shu. Suv sotib olamiz, molgami, o'zimizgami, qaysi biriga bo'lsin, olib kelishga ketyapmiz hozir. Bir soatlar ketadi, uzoqdan olib kelamiz ichadigan suv. Ha, endi doriqqa, molga desa suv tushirib olamiz. Bo'lam bir 10 kunga, 15 kunga ketadi. Bu yerda ancha aholi yashaydi, suvsizda ular. Agar suv bo'lsa, bular ham daraxt ekkisi keladi. Mana yuqoridalarga bariga havas keladi. Bolalar soyalarda o'ynag'isi keladi. Hammasi yeyib qo'yibdi, hali yarasha. Ikki mana bir ham suv yo'q. Eshak bilan Abdulda oldim. Hozir eshak ham piyoda ko'tarib keladi. Bir xil eshak bilan, bir xil motosikl bilan imkoni borlar. Masa shu sarsangarchilikda jiribdi-da. Nimadan Tarnovdan olamiz. Qaynatib ichamiz, laganlarga olib qolamiz. Chunki u yomg'ir suvi ham loyqa bo'ladi-ku. Uni ham kirga ishlatib bo'lmaydi. Bola bilan keldingizmi suvga? Assalomu alaykum. Ha, ilojim yo'q. Qiyin emasmi? Qiyin qaytay. Bolam kichkina ilim. Ilojim yo'q. Yuk bitar bir satlab boraman. Ichishga illa jida. Xo'jayinim kechqurun ishdan kelsa, kirpirlarga olib beradi. Necha kilometr keldingiz endi hozir mana shu bir satil suv olish uchun? Ha, ancha uzoq. 2 qir oshib kelamiz-da. Qirlardan oshib kelamiz. Og'ir ko'tarilmayman. Ilojim yo'q. Bu bolam taylasam jilab qoladi. Buni jilatmaslik uchun olib jiraman-da bir satil bo'lsa ham amallab olib ketaman. Ilojim yo'q tapa. Suvga navbatgami endi shuncha odam? Ha. Hamma shaydan tashib ichadi. Ichimlik suv yo'q boshqa. Har kuni mana shunaqa navbat kutib olasizlarmi? Ha, kech payt bo'laversa, kunlik ishga chiqayotganlar, ishdan qaytayotganlar bo'lar-ku, ya'ni ham rosa ko'p bo'lib ketadi bu yerda. Demak, bu hozir ancha kam odam yig'ilgan. Kam payti, issiq payti uncha ko'p bo'lmaydi. Ishdan qaytgandan keyin hamma keladi. Yuring unda, bittasini bering, men sizga ko'tarib ketaman. Qishloq aholisi 1,5-2 kilometr uzoqlikda aynan mana shunday satillarda suv tashib ichishadi, chunki bu qishloq uchun alohida suv inshooti qurib berilmagan. Ketdik opa. Issiq ekan lekin. Havoning issig'ida 2-3 kilometr uzoqlikdan suv tashib charchagan aholi uchun suv inshooti qurib beriladimi? Yana iyulga takliflar berilgan. Yana iyulga yana dastur bilan ishadi. Dasturga qo'yilgandan keyin yil boshidan boshlanadi ishlar, oxiriga 7,5gacha boshlanib qolsa ham, ya o'zi 3 oy turtayga qolmaydiga. Biz mas'ul xodimning so'zlarini eshitdik, ammo bu yil suv inshootini qurish hattoki dasturda ham yo'q ekan. Umid qilamizki, ushbu lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng mas'ullar muammoga mas'uliyat bilan yondoshib, masalani ijobiy hal etishadi. Biz esa bu mavzuga yana qaytamiz.